Yaxshi o'qigan. Bor oqa, o'rtalaring. Gazonni bosmasdan. Oy. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, siz ham yolg'iz onamisiz deyman. Tushunmadim. Farzandingizni bir o'zingiz maktabga olib kelganingizga aytyapman-da. Ha, bitta o'zi olib keldi degani, eri yo'q degani emas u, g'alatimisiz? Bu maktabda endi yolg'iz onalar ko'p. Mahalla ham maktab ham yordam berib turadi. Shunga aytaman qo'yaman-da. Bu maktabda yaxshi bilar ekanmisiz? Shu maktabda ishlagandan keyin o'zingizcha. Biz davlat ishida. Maktab qanaqa? Sharoitlari yoqadimi o'zingizga? Kamchiliklar yo'qmi? Sharoiti bilan ishim yo'q. Oylikdan tashqari tushib turadigan joylari borligi shunday yaxshi. Ota-onalar kuniga hali remontga deb bitta majlis qilsam, oylikdan ko'p pul tushadi. Unchalik emasdir. Oddiy maktab u. Oddiy maktab bo'lgani bilan maktabga kelmaydigan bolalarning ota-onasi bilan gaplashib, normalniy soqa qilsa bo'ladi. Undan tashqari maktab kerak emas, bolamni repetitorga beraman deydigan ota-onalar bilan gaplashib, og'zimga kelganini so'rayman. To'xtangchi. Maftuna Sodiqovni dedingiz-a? Men sizga ismimni aytmadim-ku. Xo'sh, bugun jadval bo'yicha 3 soat darsingiz bor ekan. Darsdan keyin albatta uchrashib keting. Aytganda yangi direktorizman.